So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida aholi sonining ortib borishi, ishlab chiqarish korxonalari, zavod-fabrikalarning ortib borishi, elektr energiyasiga bo'lgan talabni tobora ortib borishiga sabab bo'lmoqda. Hukumatimiz tomonidan ushbu talabni qondirish, iste'molchilarni uzluksiz va sifatli energiya bilan ta'minlash bo'yicha bir qancha qaror va farmonlar qabul qilinib, amalda keng ko'lamli ishlar bajarilmoqda. Yashil energiya resurslaridan foydalanib, elektr energiyasini ishlab chiqarishga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasida 2030-yilga borib, yashil energiya ulushini 54% ga yetkazish rejalashtirilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining respublika hududlarida mikrogidroelektr stansiyalari tarmog'ini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida 129-sonli Prezident qarori asosida 3000 ga yaqin mikrogeslar qurish va ishga tushirish rejalashtirilgan. Bizning Smart Solution System MCC korxonamiz xodimlari mikrogeslarni tezkor qurish bo'yicha bir qancha ijobiy natijalarga erishgan. Hozirgi kunda korxonamiz tomonidan respublikamizning bir nechta hududida mikrogeslar qurilib, muvaffaqiyatli ishga tushirildi. Suv oqimi doimiy va yuqori qiymatdagi gidravlik energiya manbaidir. Mikrogeslar ishonchli, samarali va atrof muhitga mutlaqo zararsizdir. Mikrogeslar nafaqat yashil energiya, balki tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchilar uchun ham yuqori daromad manbai hisoblanadi. Suv oqimining tezligi sekundiga 2-3 metrdan yuqori bo'lgan barcha kanallarga o'rnatish mumkin. Mikrogeslarni qurish va ishga tushirishda har bir kilovat-soat uchun o'rtacha 13 million so'm pul mablag'i sarflanadi. Masalan, 50 kilovat-soat mikroges qurish va ishga tushirish uchun 650 million so'm sarflanadi. Agar mikroges to'liq rejimda ishlasa, 18 oyda sarflangan xarajatlar to'liq qoplanadi. Agar ma'lum bir tanaffuslar bilan ishlasa, 2-3 yilda xarajatlar qoplanadi va doimiy foyda olish rejimiga o'tiladi. Bizning Smart Solution System MCC korxonamiz tadbirkorlarga o'zining mikrogeslar loyihalashdan tortib, to qurib ishga tushirishgacha bo'lgan xizmatlarni taklif etadi. Korxonamiz xodimlari yetarlicha tajribaga ega bo'lib, har bir mikrogesni 1,5-2 oyda arzon va sifatli qilib qurib, ishga tushirib berishga kafolat beramiz.